Dunyodagi eng zaharli jonzot qaysi ekanligini bilasizmi? Bu oddiy meduza emas. Box jellyfish. Uning zahari odamni soniyalar ichida halok qiladi. Lekin bu hali hammasi emas. Blue ringed octopus kichkina va chiroyli, ammo bitta chaqishi butun tanani falaj qiladi. Poison dart frog. Uning terisidagi zahar shu qadar kuchliki, bir necha odamni o'ldirishga yetadi. Va eng dahshatlisi inland taipan. Dunyodagi eng zaharli ilon. Bitta chaqishi o'nlab odamni, butun tanasidagi zahri esa 100 ta odamni o'ldirishga yetadi. Tabiatdagi eng xavfli jonzotlar har doim ham eng katta bo'lmaydi.